bir qiziq voqea bo'ldi desangiz, shu bir 45 yoshlardagi bir akamiz aytib qoldi. Singlim dedi, xotinim rashk qilib janjal qilib dedi, shunaqa charchatdi dedi. Uydan shunda kech kelsam, ozgina soat 12 da kelib qolsam dedi. Eshikni tagida turib olib, "Qayerda edingiz? Nimaga kech qoldingiz? Nima qilib yurdingiz shu paytgacha?" deb shunaqa so'roq qiladi dedi. Undan ko'ra, "Voy dadajon, yaxshi keldingizmi? Charchamadingizmi? Mana ovqatlaringizni isitib qo'yib, siz shuna kiyimlaringizni almashtirib turing, hozir" deb mehribonchilik ko'rsatsa, vijdonimiz qiynalib, o'zimiz aytib beramiz dedi. Qayerda ekanligimizni dedi. Keyin aytdiki, o'zi oilada dedi 45 yoshgacha erkak o'zini haqiqiy erkakdek his qilar ekan dedi. 45 yoshdan keyin farzandlari uyli joyli qilish boshlanar ekan dedi. Ana undan keyin erkak xotinni katta o'g'liday bo'lib qolar ekan dedi. Haligi mana xotin aytadi, "Dada, seni bozorga boring-da, narsalarni olib kelayotganingizda ularni kiyib tashib keling." Ha desa, erkak, "Shular kerakmi endi? Shular kerakmi xotin?" desa, xotin aytadi, "Men bilaman" dedi. Mana to'ylarda nima bo'layotgan men bilaman. Siz aytganini qiling dedi. Erkak aylanib yugurib yuraveradi.